Uzmay. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda yangi proyekt videoni o'tkazib olmaylar. Sizlarga aniq yoqadi. Mikrofonni olib, menga tushdim diye. Quyidagilar jamiyat. Assalomu alaykum aka, tushunsiz? Assalomu alaykum. Hozir Yandex chaqiruvdim men. Hop. Bizga Yandex kerak emasda, agar rozi bo'lsangiz video olayotgan edi. O'sha videoga tushib bera olasizmi? Nimaga kerak? Video olayotdi, videoga tushib bera olasizmi deyman. Nima video? Biz ham salonda ishlaymiz. O'shda tekinga o'sha 1 soat agar vaqtingiz ajratib olsangiz, sochingizni olib, chiroyli qilib chiqazaverardi. Agar rozi bo'lsangiz, videoga olardi. O'sha Instagramga qo'yardi. Sochoq qo'yinganlik olma. Kalta jotdim. Ha, sochingiz kaltami? Bo'ldi, aka, rahmat, uzr. Assalomu alaykum, tushunsiz? Assalomu alaykum. Rasmiy ishdami? Hozir aka Yandex chaqiruvdim, zakaz soluvdingiz. Hop, ishdami? Bizga aka Yandex kerak emasda, agar rozi bo'lsangiz, bitta Instagramga video qo'yib videoga tushib bera olasizmi? 1 soatcha vaqtingiz ketardi. Ana o'zimga video qildim. Ha, men bu sartaroshxonada ishlaymiz yoki salonda. O'sha agar sochingiz o'sgan bo'lsa, sochingizni tekinga olib, bir chiroyli qilib chiqazaverardi, rozi bo'lsangiz o'zingiz. Okay, kalman lekin. Ha, yo'q. Bo'ldi, aka. Rahmat, sog' bo'ling. Ham bo'ladi, okay, kaltaning. Sog' bo'ling. Ko'p turganlarda startdagi odamlar rozi bo'lmadi. Endi Yandexning qimmat tarifi premyera chaqiryapmiz. Bu yine mi? Nomor ko'rinmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yandex chaqiruvdim, zakaz soluvdingiz. Hop, bizga aka Yandex taksi kerak emasda, agar rozi bo'lsangiz, Instagramga bitta video olayotdi, videoga tushib bera olasizmi? 1 soatcha vaqtingiz ketardi. Qanchaga? 1 soatcha vaqtingiz ketardi. Hop. Hop, men bu Mr. Habib salondamiz, agar rozi bo'lsangiz, o'sha 1 soatda sochingizni olib chiqazaverardi tekinga. Tekinga? Aha, rozi bo'lsangiz, juma aksiyasida. Bor, 1 soat sizlar bilan bo'laman, ishg'ol deymizlar. Yo'q, misol uchun sochni tekinga oldirasiz demoqchiman-da. 1 soatcha vaqtingiz ketadi. Bu yerda sochingizni chiroyli qilib olib qo'yardi. Nima deysiz? Sochingizni. Ha, sochingizni salonda. Ha, men sochimni olishgan, boshqacha. Yo'q, endi proyektda bu. Aytdim-ku, taksi kerak emas deb. Ha, rahmat. Kerak emasa? Javoblarmi? Avtobuslar? Ha, bu yerda 1 soatcha vaqtingiz ketadi. O'sha sochingizni olib chiqazaverardi. Rozi bo'lsangiz. Aha. Hop, kelavering, uni ahamiyati yo'q. Ha, kelavering dedi. Agar o'sha bo'ldi, o'sha ko'rsatilgan lokatsiyaga kelaverasiz. Hop. O'xshadi premyerda. Yoshlar yigitlar kelgisi kelmadi. Keling, shuni taqolaylik. Ben turursunmu? Qara, o'chirib qo'yinglar ham, yozotadi sallaga. Bo'ldi. Markaz qilamiz. Zatkaz qoramiz, keling.
Taqim 3 marta отказ qilyapsizlarmi? Bizami? Ha. Ha, undan ko'p bo'ldi lekin. Mahallani ichidan kutyoman deb отказ qilgan. Yana yoqdan yana pul chaqiryapti. Ha, yo'q. Ta'sir qilishi kerak, ko'pchilik anaqa qilyapti. Hamma reklama qilyapti. Tak. Ko'proq Maksimal kalta bo'ladi, bu tiza. Ha. Mana yo'q bo'lgani uchun uzunligi qoladi. Sana shu chaqir dedi. Biz o'qib yetamiz, yo'qman. Men tushunmayman. Yo'q. Ol salonni. Men salonni ochgan rasmga olib, uni reklama qilganda pul berish kerak edi. Keyin shampunligi bor. Bu ham o'tlardan, tabiiy narsalardan qilinadiganlar. Silverini ko'rish kerak. Yurgandan keyin qarasam boshqacha o'qib sochlarimni. O'zim 15 yilga ustam. Yoshligim katta bola bo'ldi. Ben Hamzada shunda. Ozarbayjon bola. Boshim. Teringizga ta'sir sanaganda endi sizga ajab tushmagan ekan. Nima qildi? Rasmga qo'shiladi dema qaysi ma'noda? Qancha bir foiz bo'yoqi bo'ladi. Yo'q. Yaxshi turadi. Qamchi qananaki bilan sochlar ozgina quriydi-yu. Mana Bismillah. Alloh kechirsin. Hamma qotgan ish qilamiz. Domlasi ham quvvatli. Povur ham quvvatli, yeydigan ham quvvatli ekan. Ko'pchilik tarafda bo'laveradi. Ha. Rasululloh sunnatlari mana bunaqa desa bo'lardi. Yegandan keyin qo'l o'xshab turardi. Uni qarasang. Olmasdi. Shundan shampun bo'lardi. Uzunlar, qarasa shuni qop-qora o'tiradi, qo'l o'tiradi. Ya'ni uzunligi mana shundan shuni ishlatardim, deymi?
ko'rib boqing sen. Video chiqdimi? Kuningizga video chiqdimi? Просто qoramas. Просто qorada. Qoraganda okean bo'lib qoladi. Qarang, tega qarab turibdi-ku. Oppoq qiladi. Hozir ham soqol vashi tez o'sadi. Tega oq bo'lib qora bo'lib qoladi hozir. Soqolni ham qoraytirib qo'ydim, lekin 15 kunga 20 kunga yetdi. Soqol tezroq o'sib ketadi. Ha. Vashi o'zgaraman qoraytirsa lekin. Sen O'zi mana shu o'zidan hozir ancha o'zgardi. Ha. Qo'ying ketagidan oqarib qolganda qo'yib chiqadi. Ana endi qanday bilinmaydi. Hech kim qoradi. Shuncha ko'rinib qoladi degan. Shuning uchun hozir cho'chitdim. Saniki deb anaqa emas. Saniki zich bilinmaydi. Maniki hozir hech kim bo'lib qoladi. Machita gapi yurishmasin keyin. Zakaz qilinmagan bu har kunlik kun jumadan keyin chiqqandan keyin qo'ng'iroq bo'ldi, kelib ketishimizni iltimos qilishdi. Bunaqa xayriyalarni ko'p qilinglar, Alloh rozi bo'lsin. Sizlar turib ishlayapsizlar, bundan haloli yo'q. Alloh kimga bersang, men senga beraman degan joylari bor. Kasb hunarligiga Alloh barakat bersin. Rizqinglarni Alloh bundan ham mukofotli qilib bersin. Bola chaqanglarga bosh bo'linglar. Har kuni mana shunaqa bizlarni hojatimizni chiqarib turinglar. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Qanday qilamiz? Vau, shlagbaum bozamiz. Shlagbaum.